Greenleaf korporatsiyasining turli hasharotlar chaqishiga qarshi spreyini obzorini qilib ko'rsataman. Juda ham ajoyib, effektiv narsa. Sinab ko'rganman. Sinab ko'rganimdan keyin mana sizlarga obzorini qilib ko'rsatyapman. Ushbu spreyimiz barcha hasharotlarni chaqishidan saqlaydi. O'sha terini kiyimdan ochiq qolgan sohalarga birdek qilib sepiladi va yaxshilab suriladi. Purkalganidan keyin hasharotlarda yoqimsiz holatni paydo qilganligi sababli chaqishdan saqlaydi. Yoningizga kelgan taqdirda ham umuman bir dona ham hasharot sizni chaqmaydi. Undan tashqari, shaxsan o'zimni bolajonimda hasharot chaqqanidan keyin o'sha chaqqan joyi qizarib, shishib, katta bo'lib, toshday qotib, issiq bo'lib turadi va og'riyapti deb yig'laydi. Tashqaridan qaraganda juda ham yomon ko'rinadi. Mana shunaqangi chaqib bo'lgandan keyingi allergik holatlarni ketkazish uchun ham aynan mana shu spreydan foydalansangiz bir kundayoq o'sha effektni yo'qotib, bartaraf qilib beradi va eng muhimi hech kimda allergiya chaqirmaydi, faqat ko'zga tushmasa bo'lgani. Barcha teri uchun birday emas, hasharotlardan himoya qiladigan spreyimiz.